Assalomu alaykum hammaga. Bizni kuzatib boradiganlar, obunachilarimiz. Kichkina eshiklarni ham yasaymiz zakasga. Mana yana 3-4 ta eshigimiz tayyor bo'ldi. Lakini sepib qo'ydik. Bu eshiklarimiz 2 qavat bo'lgan. Bularga MDF qoplangan. Bularga xuddi o'zi orqa tomoniga shu ko'rinish ko'chirganmiz. Ikki taraf ham bir xil. Mana shunaqa eshiklar kerak bo'ladigan bo'lsa, zakaz bersangizlar yasab beramiz. Xizmatlarimiz hozircha tuman bo'yicha boshqa viloyatlarga zakazimiz olmaymiz. Inshaalloh u kunlar ham keladi. Hozircha ishlarimiz mana shu. İşimiz yoqqan bo'lsa, qo'llab-quvvatlab yuborasizlar. Mana eshiklarimiz shumka bo'lgan. Eshiklarimiz 6 sm eniga bo'ladi, shumka bo'lsa. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.